Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz o'z jamoamiz bilan birgalikda Qibray tumani madaniyatga yetib kelganmiz. Orqamda ko'rib turgan mana shu obyektlar sotuvga qo'yilgan. Fasad razmeri umumiy 10 metr tashkil qiladi, uzunasiga esa 40 metr bo'ladi. Umumiy maydoni 4 sotuvni tashkil qiladi. Va ko'rib turganingizdek bu uyimiz korobka holatda bo'ladi. Hozir esa ichki qismini ham birgalikda ko'rib chiqamiz va oxirida narxlariga to'xtalib o'tamiz. Darvozaxonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerga bemalol 4 ta mashinani sig'dirsanglar bo'ladi va hovlimizni ham ko'ringlar, qanaqangi chiroyli bo'lib turibdi. Qing'ir-qiyshuv joylari yo'q va orqa tarafga kladovka va tashqari uchun mo'ljallangan hojatxona uchun joy qoldirib qo'yishgan ekan. Uyimiz umumiy 3 o'rindan iborat. Pastda esa va shu yaxlit podvali bo'ladi. Podvalni ham ko'rishingiz mumkin, keng katta qilingan. Xo'p, uyimizning ichki qismi chap tarafda ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamiz bo'ladi va o'ng tarafda mehmonlarni kutib olishlik uchun shunaqa katta keng mehmonxona qilib qo'yilgan ekan. Va mana bu zinadan ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda to'g'rimizda ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzelimizda chap tarafda ikkita xona qilingan, bittasi mehmonxona va bittasi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'ladi va o'ng tarafda ham xuddi shunaqa ikkita xona qilib qo'yilgan bo'ladi. Qadrdonlar, uyimizni ham ko'rdinglar. Menimcha sizlarga ham yoqtirib deb o'ylayman. Bu uyga umumiy 71 ming narx qo'yishgan ekan. Albatta tepasiga kelsanglar kirishadigan joylari bo'ladi. Kommunikatsiyaga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet deysizlarmi, hech qaysidan muammo yo'q, hammasi bor. Faqatgina o'sha kanalizatsiya yo'q ekan. Endi bu joylarning narxi bemalol ko'tarilib ketadi, bemalol investitsiya qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, pastda uy egalari nomerini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.